Nevara ajratadigan qaynona qanaqa qaynona deb o'ylaysiz? Men bu narsa to'g'risini fikrimni aytaman. Hozirgi dodalar buvilar, современный doda buvilar. Ular nevara boqib, oldingidagi katta qilib berib qarashvoring deydigan doda buvilar emas. Ular reelslar ko'rib, videolar ko'rib, kolalar ichib, shokoladlar yeb, tog'ga bog'ga chiqib, o'zini yaxshi ko'radigan doda buvilar. Bu narsani men hurmat ham qilaman, chunki ularning hayoti shundoq ham bizani erimizni katta qilib berishdi, bo'ldi. Ularning boshqa vazifasi yo'q deb o'ylayman. Hozir masalan qiz taraf, "Voy, uyingga kelma, bolalaring hamma yoni yoyib, remontlarimizni dabdala qilib tashyapti, uyingda o'tir" deydi. Er taraf, "Voy, uyingizga borib 10 kun dam olib keling, bolalaringizdan dam olaylik yoki boringlar xonangizga kirib ketinglar, o'sha jim o'tiringlar" deydi. Hamma bolalaringizni bir-biriga pexat qilish bilan band. Undan ko'ra bolalaringizni yoningizda olib o'tiring. Jazirikayotgan bo'lsangiz, plashatkaga olib borib bitta kola bilan xotdog ichib kelsangiz, olam guliston. Birovning fikrini o'ylab siqiladigan zamon emas.